Alloh taolo Qur'oni Karimda Baqara surasining 220-oyatida marhamat qiladiki: A'udhu billahi minash shaytonir rojim va yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khayr va in tukhalituhum fa ikhwanukum. Sadaqallohul azim. Sizdan shuningdek yetimlar to'g'risida so'raydilar. Ayting, ularni isloh qilish yaxshidir. Agar mollaringizga ularning mollarini qo'shib yuborsangiz zarari yo'q. Zero ular bamisoli o'z birodarlaringizdir deb mana Alloh taolo oyatida marhamat qilgan. Demak, muhtaram azizlar, mana ushbu oyatdan ma'lum bo'ladiki, yetimning haqqi nihoyatda og'ir ekanligi haqidagi hukmlar kelgandan keyin sahoba-i kiromlar buni yechimi qanday bo'lishligi haqida payg'ambarimiz Rasul akram sallallohu alayhi vasallamdan so'rashliklari haqida mana Alloh taolo aytayaptiki, sizdan yetim haqida so'raydi. Yetimlarga yordam berish, ularni mollarini ko'paytirish maqsadida yetimlarni kafillik va himoyaga olishlik Allohning nazdidagi eng yaxshi amallardan hisoblanadi. Demak, yetimni molini qo'shishlikdan maqsad ko'paytirish bo'ladigan bo'lsa, uni tijoratiga yoki bir ishlab chiqarishiga bir qo'shib, uni ko'paytirib beradigan bo'lsa, bu yaxshilik ekan. Uni qo'shib olishlikdan maqsad yeb qo'yishlik bo'ladigan bo'lsa, bu juda og'ir gunoh bo'lar ekan azizlar. Nihoyatda og'ir gunoh bo'lar ekan. Mana shuning uchun yetimni moli borasida nihoyatda ogoh bo'lishligimiz lozim ekan.